Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizlarni kuzatib borayotgan bizlarning eng yaqin obunachilarimiz. Bizlardan uzoqlashmaylik, 20 mingta bo'lamiz, inshaalloh sizlarni poddeshkalar bilan sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Dokumentlardan umuman muammosi yo'q bo'lgan joylar, Toshkent viloyati Yuqori tumani Jambil mahallasi desa, menimcha hamma bilsa kerak. Okamiz srochni Qozog'istonga ketadigan bo'lib qolganlar. Sizlar uchun bilasizlar, narxini oldindan aytib o'tib ketaman. 74.900 dollar deyaptilar. Videoni kuzatib tursanglar, ichkarilarini ham ko'rsataman. Yangi remontdan chiqilgan. Agar Toshkent shaharida domiylar bo'lsa ham sotib, lekin mana shu uchastkani bosib olsanglar, vobshe shikkalantib yuboradi. Sotiga keladigan bo'lsak, 14 sotikni tashkil qilyapti. Kurgovoy mahallamiz, o'ng tarafimiz ham Kurgovoy, mana oldi tarafimizdan ham darvozaga joy tashlab ketilgan. Ziloniy zonalarni ko'ryapsizlar, ancha katta joyimiz. Mana bu yerga mana временный qilib beton ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Dokumentalni o'zim ko'rib chiqdim. Hech qanaqa muammosi yo'q. 15 minutda nominglarga оформление qilib beradilar. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Internetlargacha ham tushirib qo'ygan ekanlar. Xonadonimiz umumiy paxsadan qilingan. Hech qanaqa muammosi yo'q. Navesimiz ostiga bemalol bitta karavotli yoki yana dalshi bir ikkita mashinani qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ichkariga kiramiz. Uzoqlashmaylar bizdan. Bismillahirrohmanirrohim. Shu zinamiz orqali ko'tarilamiz. To'g'rimizda kuxnyamiz bo'lyapti. Oshxonamiz. Shunaqa mebellarni qo'yib qo'yishgan ekan. Ba'zi bir narsalardan tashqari qolgan hamma narsani tashlab ketaman deyapti. Uzun koridor ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib qo'yishgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda mana shunaqa ovqatlanib, televizor ko'rib o'tiradigan joy qilib qo'ygan ekanlar. Chiroyli qilib qo'yishgan. Tashqari qaragan havoalantirish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan. O'ng qo'lda o'zlarini jajji chiroyli qizchalari uchun kichkina xona qilib bergan ekanlar. Har bitta xonamizda tashqari qaragan oynalari bor ekan. Remontlarni qildirganimga hali bir oy ham bo'lmadi deyaptilar. Yangi remontda chiqqan uyimiz, qaranglar, chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bu mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti, qaranglar, qanaqa chiqqan. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketasizlar. Chiroyli lyustralarni ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Menimcha 74.900 ga chotki variantni bo'layman lekin. Xo'p, Ma'metimiz mana keyingi xonamiz, spalnimiz bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, buni ham havoalantirish uchun tashqariga oynalar ham qo'yib ketishgan. Va oxirgi xonamiz, oxirgi mehmonlar kutadigan yoki bu yerda spalni qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan ikkita katta oynalar ham qo'yib ketishgan. Agar kimgadir xonadonimiz yoqqan bo'lsa, pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Srochni faqat sotishimiz kerak. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, egalari bilan chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, chiqmasin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.